Qo'shni Qozog'iston Respublikasida Chevrolet Cobalt avtomobili qanchalik yaxshi avtomobil ekanligi haqida videorolik tayyorlangan. Unda hattoki Cobalt avtomashinasi politsiyani Toyota Camry avtomobilidan qanchalik tezligi va yaxshiroq ekanligi ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan Chevrolet Cobalt avtomobili bizning 4 fasl mujassam bo'lgan vatanimizda qanchalik yaxshiligi, komfortligi, yutuq va kamchiliklari haqidagi fikr va mulohazalaringizni kommentariyalarga yozib keting. Shu bilan birgalikda avtomobilini sotmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, avtomobilingiz qanchalik yaxshiligi, yangiligi, eng asosiysi arzonligi haqida yurtdoshlarimizga ko'rsatmoqchi va sotmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Video yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib, ushbu videoni yaqin do'stingizga yuborib qo'ying. Bo'ldimi? Ha, aytgandek, obuna bo'lishni ham unutmang. Sog' bo'ling.